Hammaga salom bolalar, sizlar bilan Xaytir. Qarochi bugungi videoda horror mod bilan survival qilamiz. Tayyorlanib, ehtiyot bo'lib ko'raverasizlar. Go. Ushbu videoda qo'rqinchli list lavhalari mavjud. Videoni ehtiyotkorlik bilan ko'ring. Yuragi bo'shlarga esa ko'rish tavsiya etilmaydi. Qo'rqmaslar, ovozini balandroq qilib oling. Bolalar, nimaga bunaqa deyapman? Chunki mod biroz qo'rqinchli, chunki ehtiyot bo'lasizlar. Video orasida glitch narsalar mavjud, glitch lavhalar mavjud. Qarochi ovozni balandroq qo'yinglar. Men qo'rqmayman, ko'raveraman deydiganlar. Chunki videoning ovozi biroz past bo'lib qolgan. Okey. Survivalni boshladik bo'lmasa. Qarochi mana horror mod bilan uy qurib yashab qolishga harakat qilamiz. Veristak. Okey. Tezroq uy qurish kerak. Kech bo'lmasdan. Mana ekrandagi aytgancha ekrandagi g'alati chiziqlar ham modda. Okey, mana boshlandi mana. Bunda qora narsalar keladi. Mana qarochi oldin ham o'ynaganman. Bu sizga yaqinlashganda joningiz ketaveradi. Mana boshlandi. What the fuck? Mayli, e'tibor bermay tezroq daraxt chopamiz. Va bu yerdan tezroq ketamiz chunki ujmon qon narsalar kelyapti bizga yaqinlashib. Okey. Aytgancha videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. Agar mana shu video 200 ta like yig'sa, keyingi davomini ham o'raman videoda. Okey, tezroq viruslarni olib bezan suramiz. Yo, what the. Mana qo'y, bizga qo'y kerak. Chunki tezroq kravat yasash kerak. Okey. Okey. Yaxshi, ikkita jum bor hozircha bizda, yana bitta kerak. Okey. Qarochi mana bu yerda tuzilgan portal bor ekan. Bu yerda biz portalga kiramiz, lekin mana oltin bloklarni olish kerak edi. Lekin hozir oladigan kirkalar ham yo'q. Mana qarochi mana yerda sandiq bor ekan. Bu yerda effektinsiga yaltiratilgan tapur. Yo, what the fuck? Yo. Bolalar mana urganda jon ketmayapti. Demak bu chalg'itish uchun mana qarochi uryapti, jon ketmadi hozir. Yo, what the fuck? Bu nima endi? Yo. Mayli, ana qarochi ana orqamdan ham kelyapti, mana. Yo, what the nolmi bu? Kizigurokan kamiga. Okey. Ochiq rozoga yo'qolishimiz kerak ya, hali ham kelyapti. Yo, what the fuck? Okey. Qarochi mana bu yerdan tosh qazish kerak, pastga tushib tezroq. Hozir ana u qora nolma kelib qolsa urib bezor qiladi. Okey. Yo, what? Mana ovozi. Okey, o'zimga kerakli toshlarni oldim, qarochi. Yo, men quyosham shu biki tusiq. Yo, what the fuck? Bolalar mana shu yerda e'tibor berdilaring, glitch chiqishidan oldin. Mana hozir qaytaraman, mana oq narsa turgandi mana. Sekinlashtirdim. Yo, what? Nimalar bo'lib ketyapti? Okey, effektinsiga yaltiratilgan tapurimiz bilan tezroq daraxtlarni olamiz. Uj mana kecham bo'ldi. Hali uy yoqda tursin. Kravat ham olmadik. Yo, what? O'yini nima to'sib qo'yibdi yana. Okey. Tezroq uy qurish kerak. Qayda? Ujum endi chun. Bolalar, qarochi men o'lib qoldim. Hozir kravat yasayman, nihoyat biz kutgan damlar keldi. Uxlaymiz. Okey. Guys, tong otdi. Mana endi ochiq rojoga borib uy quraveramiz tezroq. Mana kunni ko'rsatadigan qilib qo'ydim. Ikkinchi kun bu. Okey.
Yaxshi bolalar aytgancha modni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol bemalol yuklab o'ynashlari mumkin. Lekin tavsiya bermayman, chunki o'tgan safar Minecraftni buzib qo'ygan. Kechni tozalasam ham to'g'rilanmadi. Okey. Yaxshi. Okey. Mana ochiq joy topib oldim. Mana shu yerga spawn bosib qo'yamiz va mana shu yerda uy quraveramiz. Okey, mana spawn bosib qo'ydim. Endi uy qurish boshlasam ham bo'laveradi. Okey. Boshqacharoq, oddiyroq uy qurishga qaror qildim. Chodir qurib qolaman. Easyroq bo'ladi. Okey. Bu yerga qo'yamiz va oxirgisi tayyor. Mana uyimni bitirib oldim va oxirgi what the fuck. Buni urib ham bo'lmasa ekan, eng qizig'i. Urib olmasa ekan-ku, lekin urib bo'lmasa ekan. Короче, chalg'itib qaytib kirib olaman uyga. Okey. Bu yoqqa kelmay bu yerdaman. Okey, kelaver. Okey. Va bo'ldi. Qolib ketdi. Yaxshi, endi menimcha o'zi yo'q bo'lib qoladi. Va uxlaymiz. Nihoyat tong otdi, 3-kunimiz. Mana kirkam yo'qotdi. Kirkamni yaltiratib oldim. Yo'q, yana ash kelyapti. Tosh qazgan tush kerak. Okey, yo'qda mana bu qora narsalar ham kelyapti. Qaror, mana shu yerdan tosh qaziyveraman. Go, sekin mana shu yerga tushib, birorta shaxta topib, tosh qaziyman. Okey. Короче, what lapis. Bu pasta bo'ladi shekilli. Okey, mayli, qazib ketaveramiz. Okey. Hali shuncha qazib chiqish yo'lini topa olmadim va oxirgi yo'l kill komandasini ishlatib tepada paydo bo'lamiz. Bo'ldi. Okey. Endi bu yerni berkitib qo'yamiz. Okey, yana kech tushdi. Qaror, hozir o'ne turibdi. Ashun oldiga borib ko'ramiz. Nima bu o'zi? What the fuck? Okey. Ey, kimsan? Yo, what the fuck? Okey. Yo, what the nima bo'ldi? Back to screen. Yo, what? Nega bosilmayapti bu? Yo. Qo'lim, bu ekran nima bo'ldi bu? Aytdim-ku, bolalar mana shunaqa buzib qo'yadi. Endi Minecraftni o'chirib qayta yuklash kerak. Yoki modni olib tashlab sinab qo'yish kerak. Bunda ham bo'lmaydi bu. Nima bu? Baribir yo'qolmayapti bu. Mana bundan bo'lsa kerak. PC qo'yib ko'ramiz. Baribir yo'qolmadi bu. Yo, what the fuck? Mayli bolalar, mana shu yerda video tugadi. Yo'qamsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Mod Telegram kanalda bemalol o'tib yuklab olishlaring mumkin. Mayli, keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.